Toshkent, assalomu alaykum. Voy savol berasiz. Oxirgi marta qachon kasal bo'lganim eslolmayman mana. Bizga kerakli odamlarni topdik, o'zimizni qiziqtirgan savollarni beramiz. Uy sharoitida siz ko'proq kimga murojaat qilasiz kapillensiya ukoldan olishga? Qo'shnimizni medsestri o'shalardan olamiz. Qo'shnilardan olamiz. Uyda qilish juda ham xavfli. Bilaman, ko'pchilik qo'shnini ham chaqirishadi. Qo'shniga ko'proq ishonish kerak emas. O'zi vrach bo'lganim uchun o'zim qo'yaveraman, menga farqi yo'q. Qo'shnilar professional emasligi, qo'lda qanaqadir tibbiy sharoitni qilmasligi sizlarni xavotirga soladimi shu narsa? Endi majburligimizdan qildiramiz. Har kuni chaqiravergani uchun qanday xijolat bo'ladi? Bitta dinani sanchish bu tibbiyotni biladi degani emas. Klinikaga borganingizda o'zingizni dragotsenniy vaqtingiz ketishini bilarmidingiz? Конечно. Shuni oldini olish uchun uyingizga professional tibbiy xizmat chaqirish qolarmidingiz? Albatta, juda ham qulay bo'ladi. Biz sizga onlayn hamshira platformasini taqdim etmoqchimiz. Onlayn hamshiraga kirasiz, o'zingizga kerakli bo'lgan mutaxassisni topsangiz bo'ladi. Bizning mutaxassislar davlat tomonidan o'qitilgan, sertifikatlarga ega, diplomlarga ega, malakali tibbiy professional mutaxassislar bo'ladi. Tibbiy xizmatchilar yuzga kelib, hamma muolajalarni qilib ketadi. Juda zo'r, juda ham qulay. Og'rigan odamga zo'rda. Mutaxassisni nazorati ostida olingan davo boshqacha. Zo'r proyekt. Yaxshi narsa ekan sizlar boshlagan narsa. Bo'ldi, rahmat kattakon. Onlayn hamshira ilovamizni Google Play va App Store platformalaridan yuklab oling.